Dunyoda bir sir bor. Oddiy odamlar bu haqida bilishmaydi. Qadim zamonlarda jangchilar kuchini shundan olgan. Olimlar esa bu mahsulotni tabiat mo'jizasi deb atashadi. Sog'lik, kuch, energiya barchasi bir joyda yashiringan. Tasavvur qiling, sizda tabiat bergan maxfiy kuch bor. Har kuni ozgina iste'mol qilsangiz, yuragingiz kuchliroq uradi, miyangiz tezroq ishlaydi, organizm toksinlardan tozalanadi, immunitet esa mustahkam devorga aylanadi. Hatto diabet xavfi kamayadi va hayotingizdagi har bir nafas, har bir harakat yengilroq bo'ladi. Qon bosimi me'yorda bo'ladi, yurak va qon tomirlar mustahkamlanadi. Siz ko'proq energiya, ko'proq kuch va ko'proq hayotiy zavq his qilasiz. Va bu mo'jizaviy sirni topish uchun uzoqqa borish shart emas. U sizning oshxonangizda ham bor. Bu loviya. Loviya o'zida katta miqdorda o'simlik oqsillarini saqlaydi. Go'shtga ajoyib alternativ bo'la oladi. Bu tarkibida kaliy, magniy, temir va folat kabi hayot uchun zarur minerallar mavjud. Faqat bir piyola loviya iste'moli pullik oqsillar normangizni 60-70% ga ta'minlaydi. Ichak faoliyati uchun juda foydali. Loviya qondagi shakar miqdorini nazorat qilishga yordam beradi, diabetni xavfini kamaytiradi, yurak salomatligini yaxshilaydi, infarkt xavfini 20-30% ga kamaytiradi. Loviya iste'mol qiladigan odamlarning hayot davomiyligi o'rtacha uzoqroq bo'lar ekan. Loviyaning salomatlikka foydalari qanaqa? Qisqacha sanab o'tamiz. Yurak va qon tomir salomatligini yaxshilaydi, immunitetni kuchaytiradi, vaznni nazorat qilishga yordam beradi, antioksidantlarga boy, hujayralarni yoshartiradi, stressni kamaytiradi va asab tizimini mustahkamlaydi. Aytingchi, kunlik ratsioningizga loviyani qo'shgan bo'larmidingiz? Izohlarda yozib qoldiring.